Biz больницадamiz. Ertaga xudo xolisa operatsiya. Sabrinaxonni oldiga kelganmiz. Hozir ko'chaga chiqdik, qaytib kiryapmiz. Mana. Shunaqa gaplar. Mana Sabrinaxonning palatalari. Ha? Operatsiyadan oldin какие ощущения? Qo'rqmayapsizmi? Yo'q, qo'rqmayapman. Xalqim meni duo qilib turibdi. Shuning qo'rqish yo'q menda. Bu ekrandan izlemeye devam edeceksiniz. Allah tutmaçlıkı bu saat itibariyle kapatıyoruz. Hoşçakalın. Go'zallik. Biz o'zbek ayollar har bitta to'yga har xil kiyinishni yaxshi ko'rishadi-yu. Так что kirib tanlab to'ylarga, iftorliklarga, o'zingizlarga kiyim qilib olinglar. Любой точка O'zbekistonga olib keladi dastavka bilan. Hamma joyga dastavka bor. Так что kirib срочно подписка tashlab ko'rib turinglar. Har kuni обновление, har kuni yangi kiyimlar. Bugun Sabrinaxon больницаga yotadi shu desanglar. Bugun больницаga yotkizdiramiz. Xudo xolasa. Hozir gostinitsaga borgandim, ular ish bilan chiqib ketishib qolibdi. Qaytib keldim, hozir 1 soat, 1,5 soatlardan keyin o'sha больницаga olib borib tashab kelamiz. Больницаga yotadi. Shunaqa operatsiya yaqin. Osh qilganligini hozir oshni yeymiz u ketamiz. Tezroq mana shu peshanamdagi bintlar yechilib ketsa edi, juda ham mamnuniy bo'lardim. Hayotimda xalaqit beryapti. Zo'rg'a cho'mildim bugun, engashib, orqaga mana shunday kallamni ko'tarib yuvindim. Shunaqa gaplar. Bugun cho'ta internetlar ishlamayapti, hech narsa ishlamayapti. Telegram, Instagram hech narsa ishlamayapti Turkiyada. VPN orqali kiryapmiz. Masjidga 1 gram skula svetagi kerak ekan. Bunday. Потому что mayitim osilib qolar ekan agar skula qilmasam, mana shu 1 gram skula qilib olishim kerak. Bunday qilib. Skulushka. 1 gramdan skula qildirib olaman. Da, yaqinda eritdim hammasini. Cho'ta pustata. Bunday. Nima dedinglar? Niginaxon ayol bo'laman deb osh qildi. Kelinglar oshga. Kiyimlarni shu Instagramga kirib o'tsanglar ham bo'ladi. Butun O'zbekistonda dastavka bor. Kirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu Instagramda ham. Telegram gruppasini bundan oldin qo'ydim. Bu Instagramga kirib ko'rsanglar, mazza qilib tomosha qilib, любой точка O'zbekistonda есть dastavka. Instagramni hamma ko'radi baribir. Kimligida egasi ham topildi. Kimligini olib ketdi, rosa xursand bo'ldi. Rahmat aytdi bechora qiz. Turfirma ham pulni qaytarib berdi. Ko'rdinglar, yaxshi ishlayapti Instagram. Juda ham yaxshi ishlar bo'lyapti. Так что hammasi yaxshi. Ertalabdan beri uyimga podarkalar. Yana eshik taqqiladi, yana podarkalar keldi. Krossovkalar keldi ana. Podarkalar ertalabdan beri. Rahmatikalon. O'zbekistondan Telegram magazin topdim. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavka Korolevskiy onalar uchun, opalar uchun shunaqa zo'r magazin. Обалдеть. Такой деловой Korolevskiy to'yga ketayotganda kiyim topolmayotgan bo'lsa, shunday yozib turib, menga srochno shu ko'ylak kerak, siz tabir qilib olib kelib beradigan magazin topdim. Hozir atmichatib qo'yaman Telegram gruppani. Go'zallik magazinlari, keyin kiyimlarimni maqtanaman. Shunaqa go'zal kiyimlar ichida kirib ko'ringlar, vashshe go'zallik narsalar. Keyin kiyimlarimni men ham maqtanib qo'yaman. Magazin, internet magazin, kirib любой narsa nalichi bor. Hamma yo'q topsanglar bo'ladi. To'ylarga, bazmlarga, iftorlikka ketayotganlarda kiyimlar yo'q bo'lsa, opa menga srochno dastavka qilib bering. По всему O'zbekistonda есть dastavka. Srochno kirib o'tib ko'ringlar. Srochno.